let's go baby. So hammaga salom alaykum bilan Miko bo'laman bolalar. Bugungi videomizda biz o'sha ko'p aytilgan biznesmen videosini olamiz. Bu albatta 5-qismi. Hozir bizda yangi joylar ochildi. Buni chetlarga chiqib ko'rsataman. Buni sizlar hali ko'rmadinglar. Mana bularni hamma biladi. Ana u yoqdagi va bu ikkalasi va bu qishloqda. Va bugungi videomizda mana shu joy hali ta'mirlanmagan. Okey, mana buni uzatgan odam o'shaniki bo'ladi. Aqlisam rachka. Qarasam, Uzatmoqchimisan? просто aylanayapman. Okey, mayli do'stlar. Hozir bugun biz mana bu ishxonaga boramiz-da. Короче, menga ishing menga ishing kerak emas, tushundingmi? Kuchayib ketgan edi. Kerak emas bo'lsa borib qo'y. Mana dokumentlar 5 shilingga yog'i. U birachka qilishim. Men urdim. Men urdi deydimi? Darmaydi. What the hell? Osanmikan buni? Dohodlarni chizgan Sandiqdan ochib ko'r. Okay. What the fuck? Bitta dohod tushiraqmi? Ha. God damn bro. Kiminga yaxshina, lekin aytgancha men bu biznesim. Okey, bo'ladi. Okey, bo'laveradi-yu bizga. Okey, хорош. 205-qishloq. Qarzga olib ketgandim oldingi videoda. Mana qarzlarim. Hozir buning 5 tanasi $100 bo'lsa, o'shanda $100 bo'lsa, okey, bunda hisoblaymiz. Biz sanduqda hisoblaymiz. To'xta, do'stlar aytgancha. Hozir bizda pullarimiz bor. Bu olmaydi izimrodga albatta. Izimrodga pul yo'q, просто izimrodga do'kondan pulga o'sili bo'ladi. Albatta. To'xta, mana shu oldingi videolarda hozir men qarzlarim juda ham ko'p. Bugungi videomizda bo'lsa qarzlarim to'lab videoda. Bu nima qildi? Buni bitta quyoshroq joyga olib boraylik. Okey. Quyoshroq joyda tursak, hali bu yerda hech kim tarak chopib ketmagan. Nimaga deyishlar mumkin albatta. Bitta odam chopsa $1000 beradi. $1000dan juda ko'p beradi. Okey. Tarak choptirsanmi? Men nimaga chopman? $1000 bormi ki? Okey. Хорош. Men maymun. Va mana shu parkurdan o'tib ko'ramiz. Hozir mana bu oxirida turibdi. O'shanga borib pul olishimiz kerak bo'ladi. Hozir to'xtanglar. Hozir bitta texnik nosozlar ishlamay qoldi. Bo'ldi. Biz hozir diamondlarni o'tamiz. Oy, bilat. Buni o'tish imkoniyati. O'tdimi? Xarash demoqchi edim. What the hell? Bilat. O'tdim. Bu oson ekan.
Ha bu oson bo'lsa, demak unda mana bundan o'tamiz. Okey, unda mana shu hisoblandi deymiz. Okey. Okey. Ye bile. Yine boshdan boshlaymiz. Tushib ketsa yana boshdan boshlaydi. What the hell, bro? Rosh. Rosh. Хорош. Хорош, хорош. 2000 etgancha 2000. What the fuck? Endi parkur qilib ketish kerak albatta. Bo'lmasa bu pulning $5 ketadi. Qamanda. Sizlar shuncha kanallarga obuna bo'lmaysizlar. Biz ketamiz demoqchi edim. Qarzim. Mana bo'ldi. Hali bu 12 dan bor edi. Mana 20 ming so'm ketdi va bu xona meniki notebooklarni olib kelay. Okey, ikkitadan bo'lsa kattaga. 1 2 3 4 5 6 6 2 12 2 6 12. Men shunaqa qilib hisoblayman-da. 12 ta aytdim. 12 ta keldi bizga, har bittasida 12 ta. Pul. Bundan 12 ta. Okey, bundan ham 12 ta. Bundan ham 12 ta. Bo'ldi. To'xta, bundan mal. Olib boraveraylik oxirida boramiz. Bu men kichkina. Endi esa dahodlar judayam millionimiz. Keyin esa okey, to'xta. Bu YouTube'ga bo'ladi kattakon. Okey, o'zi joylashdi-yu. Va men buniki kontur uchun. Kontur, ana kontur. U sayohatdek edi. Okey. What the hell, bro? Bo'ldi-yu. Mayli, buni ham YouTube'ga bo'ladi va bu okey bo'ldi. Mana shu yerda ham o'ynasa bo'ladi albatta. To'xtay. Bu pastdagi notebook bo'ladi. Teknologiya. Okey, bo'ldi. Yotib o'ynaysan. Bile. Okey, bo'ldi. 6 ta count. Amal. Okay, yo, let's go. What the fuck? Apple manaka 30 ta. Okay. Hozir uxlaymiz albatta. Albatta mana men o'zimga yangi kiyim oldim. Bu biznesmen bo'lgan men shunaqa oldim. Mana shu yerda men bu o'ng qo'l betimda mana kallamni qimirlatib shunaqa so'kib ana shunga pullarni solib yuraman. O'shanga shunaqa oldim. Mana. Okey. O'chamiz va uxlaymiz.